7. ayının 10. günü Cumhur boyunca ikinci Uyghur şartları tatbikat olundu. 1995 yıl 4. ayının 23. günü Uyghur şartları tatbikat olunduğu kararında Uyghur şartları tatbikat encümeni teşkil edildi. Bugün 96. yıl 9. ayının 25. günü. Bugün güç boğan aralıkta cem'i 25 meydan encümen faaliyeti edip var. Biz encümen faaliyetiyle Uyghur şunaslık tədqiqatının türlük sahələr boyunca işləv atqan alimlarını tədqiq edib, Mərkəzi Millətlər Üniversitesindeki oxucular ve oxuculara ilim süzüleş, özümüzünü düşünüş ve düşündürüş faaliyeti. 10. ayının 5. günü bir seferge adlanıp Mısır Azhar Üniversitesi'ne verip bir yıl ilim sözleş ve âli ilim tahsil kılış fırsatına iyi bolğanlığım için şu seferge adlanış aldı da bizden encümendaşlardan biri hayırlışış yüzünden iştirek basımı bugünkü bu encümenle karıştırdı. Bugünkü encümenimizin temisi tecrübelerini yekillep kelgisiga nazar salayli degan temada. Biz Uyghur şahsida tadqiqot o'rni qurilgandan keyin 95 yil 4. ayning 23 günü Uyghur şahslik tadqiqot encümenini teşkil etdik. Encümen demek ilim uyuşması, ilim sözleş sorunu demektir. Biz şu 23 April 95 yıldan bu yan hazırgacha cem'i bugünkü bilan qo'shganda 25 meydan encümen faaliyeti edip vardı. Bizning encümen faaliyetimiz yaxshi bo'ldimi yoki unda masalalar bormi? Bundan keyin qandayroq edib borsak encümenning unum va bizniki o'shandagidek muvofiq keldi. Bu vaqtda bir fikrlash o'yin. Ben öz fikrimde güvenlik birkaç noktada kıskırak beyan kılmak istiyorum. Birinci, biz doğru kıldık. 94. yılı 7. ayın 10. günü Mərkəzi Millətlər Üniversitesi'nde Cumhur boyunca ikinci Uyghur şahslık tədqiqat o'rni kuruldu. Uyghur şahslık tədqiqat o'rni umumi Uyghur şahsda özümüzni Uyghur milletinin umumi hazırki ilim ve sahasındaki başka konuları düşünüş, özel özümüzü yaxşırak düşünüş için öz dilimiz ve öz faaliyetlerimizni insanda özü kılıvatkan iş için bir tuğra baha, nispeten lillah baha bolğanda anındagin özüde bir işe çıkıyor. Ben bu işine doğrumen bu iş tuğru mu yoki hata mı? Biz tuğrulukka işengen çağda vatanının qadriga yetsang, o'zingning kelin uchun emas, balki vataning uchun, umumiy xalqing uchun tartibli ishlaysan. Yurting uchun jonfidolik bilan emgak qilasan. O'z emgaking bilan yaratgan natijangni bu zamin ustiga o'zing birma-bir chizasan va uni jahon ahliga namoyish qilib ko'rsatsan. Ko'rsatib baqaqani. Yurtingda qaysi zamoniy qurilish, qaysi egiz binoni sen loyihilding? Qaysi mashina, qaysi aeroplanni sen yasading? Senda qancha uçquchi, necha neft chorlig'ichi, qancha oltin konlarni qidirib tekshiruvchi bor? Agar sen o'zingni, o'z millatingni boshqalardan selishtirib, bu jihat yetishsizligingni sezsan, muhimi kamchiligingni e'tirof qilsan, bu holda ma'rifga bo'lgan, odam tarbiyalashga bo'lgan tunishing o'sidi. Farzandlarni turli ilm-fan sohasi bo'yicha yalnız ictimai fənlər emas, belki tabiiy fənlərinin hər qaysı türləri boyunca zor türkümdəki tərbiyələşinin zöruriyyəti və təxirsizliyi bolğan göz qarşın granit kallağını bösüdür.
vatan uchun ishlab, xalq olam qoyil bo'lgudek natija yaratish ilm bilan iqtidordan keladi. Ilm bilan iqtidorli bo'lsa faqat maktab, xususan oliy fan texnik maktablarla yetishtiradi. Sen bir Uyg'ur oilasisan. Agar uyingda bir oliy maktab o'quvchisi bo'lmasa, bu cho'ng nomus ish. Halbuki o'zing oziysanmi, kam kiysanmi, jafo tarsanmi, riyozat cheksanmi, farzandingni maktabga ber. Balani o'qit. Mana boshqa odam tarbiyalab bermadi deb hech kimni og'rinma. Balani o'qitib qo'ymadi deb hech kimdan zarlanma. Badam do'ppanga tayangacha shu badam do'ppanning ostidagi sog'lom kallanga tayan. O'zing amal qil. Amal qilsang ilmning dag'dam yo'li oldin jazman bo'lur ayon. İlim bo'lmasa, halak taqashgan egiz binolarni xo'jayinlik va me'mor muhandislik salohiyatidan salolmaysan. Bilim bo'lmasa, madaniy inson bo'lib, madaniy hayotdan bahra ololmaysan. Eng muhimi, ilm bo'lmasa, genç o'zingning vatanida yashayotsanmi, vatan lazzatini haqiqiy tetiy olmaysan. Vatanning qadriga yetish emgak orqali, kurash orqali vatandaşlık sorununda haqliq o'rnini tepishini adoqiy maqsad qiladi. Vatan bir inson uchun tangdish yo'q, tugumas boylik. Bir inson uchun har qanday narsa bo'lmasa bo'ladiki, vatan bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Vatansiz odam bajoyiki egisi yo'q eshakka o'xshaydi. Egisi yo'q eshakni kim ko'rsa shu minidi, xohlagan ishlatib ko'tlarga tepidi. Vatan yo'q odamni boshqalar eshakdan battar qarmaydi. Biroq vatan degan undaq g'oyibdan miros qolgan, eliqidek bankiga silib qo'yib, foyda o'simini ilib xajlab, oftob suvni yetib kun o'tkazishimi bo'ladigan o'lik boylik emas. Balki u faqat o'liksiz holdagi moddiy ishlab chiqarish ko'rishi va izsiz holdagi ma'naviy kurashlardan quvvatlantirib, kuchlantirib turishga muhtoj jonliq boylikdir. Sen bir vatani bor, diyori bor, xos zamini bor odam ekansan, u holda o'zingni vatan bilan bir jon, bir tan qilib, gar sening hozirlik turmushing uchun ancha lozimli bo'lmasa-mu, biroq vatanga kerakli, vatanning kelgusi uchun zo'r bo'lgan moddiy emgaklarga aktiv qatnashishing, vatanning taqdiriga munosabatli ma'naviy kurashlarga to'liq ishtirok qilishing kerak. Vatanning taraqqiyotini kafolatiga qiladigan emgaklar qatnashmaydigan yoki oz qatnashadigan yurt diyarının kelgisi istiqbalini belgilaydigan ma'naviy kurashlardan o'zini hamisha qochiradigan odamning vatandoshlik sorunidagi o'rni oqibatda pagah tushib qoladi. Chunki vatan degan amaliyotda vatan uchun jon fidolik bilan ishlaydiganlarning vatani bo'ladi. Vatanning qadriga yetadigan odam onglik holda vatan uchun jon ko'ydirib ishlaydi. Faqat vatan uchun jon ko'ydirib, jon fido qilib ishlagan odamlar vatandoshlik sorunida haqli qoldiki yüksek o'ringa ega bo'la oladi. Bilgan odamga bugun dunyoning madaniyat sorunida mundaq bir alohidalik hukm surmoqda. U bo'lsa-mu, turli millat tava insonlar vatanparvarlik, millatparvarlik tuyg'usini o'z qalbiga mahkam tutgan holda ilmiy raqobat qilib, har qaysisidan o'zlarining keng asardagi mavjudlik o'rnini challashdan iborat. Halbuki sen, men ve o, biz Uyg'urlarmi faqat amaliy amikimiz orqali, kurash orqali muborak diyorimizning qadriga yetadiganlar bo'lsa, jahonning turli millatlar qatorida bizning beshimiz egiz, so'zimiz begiz bo'ladi. Keyingi asrning madaniy halovat va moddiy daromad dasturxonida bo'lsa, egilgan o'rnimiz o'zimiz yetkidek kam, erishgan nasibimizmi hech bo'lmaganda boshqalar bilan teng bo'ladi. Vatanning qadriga yetish deganlik qadinat buloqning suyini ichib, qadim joyni besib bir umr yetish deganlik emas. Uyg'urda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas degan udum maqol bor. Bu odam o'z vatanining qadriga yetadigan haqiqiy bir vatanparvar inson bo'lish uchun yurt kezib, jahon ko'rib safar qilishi, musofir, ya'ni safar qilgan odam bo'lish shart deganlik bo'ladi. Öz diyarı kısmı načar muhit ve öz yurtdagi ma'lum qiyinchiliklar tufaylidan vatanni tark qilib, yaqin yurt chet ellarga chiqib ketish. Ketganda shu ketgan chiqildi dengizga tashlayotgan tashdek iz deraksiz yo'qolib ketish. O'zini tuqqan, ajdodini boqqan vatanni hech qanday bir amaliy faoliyatdan yod etmay,
chet elde bir ömür kandidat garajdan bulup ötüş, bu kem degende mi öz yurt, öz vatan 100 kilometrlik bulup sanıldığı elbette. Yani desek, chet ellerden yakı yurtlarda kalbini Rus kılıp güz desep yüreleysen. Aksici olsa hiç köp yok harlınsan, bihud bozak edilip arılınsan. Bununla şu günlerde O'rta Asiyodagi biz bilan hem dindosh, hem tildosh adilgan ba'zilarning zerikib qolsa, Axun akalarni urib kelayli deb savdogar Uyg'urlarni urib mushlab yurganlari shohid bo'la oladi. Yakun shuki, o'z zaminingni azizla, o'z vataningni qadrla. Chunki sening izziting o'z vataning bilan to'mirdosh. Sening qadr-qimmating o'z diyoring bilan umrdoshdir. Abga Uyg'urning vujudida vatanni qadrlamaslik ilti bilan qo'sh kezak mavjud bo'lib kelayotgan narsa o'zining qimmatini o'zi bilolmaslik nuqsonidir. Ma'lumki, Uyg'urning o'sha o'zi yashayotgan zaminda alohida imtiyozi bo'lganligi uchun uning nomi bilan mazkur Uyg'ur avtonom rayoni qurilgan. Bu qonuniy asosi bor paket. Uyg'ur bu zaminda mehmon aholi emas, balki yerlik aholi. Uyg'ur bu zaminda oz sonli millat emas, balki ko'p sonli millat. Türk millet, xo'jayin milletdir. Fakat şunun uchun bu zeminde reis Uyg'urdan chiqadi, vali Uyg'urdan bo'ladi, hokim Uyg'urdan saylanadi. Bu mu hech kim ko'z yumalmaydigan reallik. Dunyoda hech bir inson yo'q, bunday emas deyolmaydigan amaliyat shuki, Uyg'ur qimmatlik, Uyg'urning zemini qimmatlik. Shunga jahonda ne olimlar ajdodni avlod ulab Uyg'urni tadqiq qiladi. Uyg'ur aqlli Mahmud Kashgari, Yusuf Xas Hojim, Molla Musa Sayramilardan keyin Uyg'urda olim tugab qolgani yo'q. Xalmurod G'ofurdak navqiron olimlar o'nlab chiqib, yuzlab yetishib, ilm maydonida buyuk natijalar qozonib kelyapti. Uyg'ur madaniyatlik, Uyg'urning 12 muqomi dunyoda tanish yo'q, madaniy meros bo'lib, qit'alar aro yangrayapti. Demakki, Uyg'urning hech bir millatdan qolg'ishligi yo'q. İnsan için özünü çalmay laf vuruş qanchalik ayıp ve qanchalik nuqson ish bo'lsa, o'zini xolis tunib tushunish, lillah baho bilan o'ziga ishonch turg'izishmo shunchalik yaxshi, shunchalik obdan ish. Chunki hayotdagi har qanday natija va g'alaba yetik ishonchni o'ziga mustahkam ul qiladi. Har qanday zafar va nusrat komil iymonni o'ziga mazmun yo'l qiladi. Shu taqda idrak bilan zang salsan, reallikdan nido shunda. Sen Uyg'ur, o'zingning qimmatini o'zing to'liq bilishing kerak. O'zingning yuksak baholi qimmatinga o'zing jazman ishonishing. Shundan bir vaqtda o'zingni hamon boshqalarning orqasida turishga loyiq chaqlaydigan, o'zingni hamisha boshqalar burnidan yetlab yurishga munosib hisoblaydigan mahkum mijozlikni qat'iy ko'rib tashlashing lozim. Bilmek kerakki, inson o'zining qimmatini biladiganlar ondan onun cesaret buludu. Odam cesaret bilan kurash qilib yashqandilar. Ondan onun turmushda haqiqiy mazza va chin halovat buludu. İgiz burnunun qushini ko'rmay, yiroq nazar tashlab turib, o'ylab abga tugadi.